baş i. İkinci baş i. O'tira i. İkinci o'tira i. Ayaq i. İkinci ayaq i. Ulanma i. Yalğız i. Tişlişipti, ikki eshik so'ngak talashib, bayram qilibdi meshiklar chavak chelishib. Pil ustiga chiqolmay, muloqotdi Fatima, yirtilg'achqa kengligi yemab berdi Baima. Hadam tikkichi, akam yozg'ichi, singlim o'yinchi, men o'quvchi. Otasi quduq qazdi, bolasi she'r yozdi. İt, te, it, it. İ, şe, iş, iş. İ, ga, şi'ni qo'shsa, ishi bo'ladi. İ, şe, ishi, ishi. Atqa, ni qo'shsa, atni bo'ladi. A, te, at. Ne, ini, atni. Ağa, tini qo'shib, sini qo'shsa, atisi bo'ladi. A, te, iti, se, isi, atisi. Tepishmoq. İnaq bir oila kishilari bo'lib, har gilasga bak amroqkan. U bugunmi ishga minish oldida xotiniga. Xotin, "Menga gilas uzib bergina" deb turibdi. Xotini idishga suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas uzib beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigit zavodga beribdi-kan, ishga kechikib qoldi va boshlig'idan tanqid anglabdi. Er ishlab etib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzibdi. U uyga kelganda beliqi tepishmoqni xotiniga aytib beribdi. Ittiba mushukli yo'q. Ikki chashqan tushukli yo'q. Ilmakda ba tuzdi yo'q. Tilimda ba so'zdi yo'q. Gilasda ba omidda yo'q. Mijitda ba mamudda yo'q. Xotini bu tepishmoqni topolmay bolasidan so'rabdi. Balımı tapamabdı. Qiziqarlıq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgan etmiş. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olamsiz.